Boshlan. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga hozirgi shamollash, gripp, yo'tal paytida balg'am ko'chiruvchi, yo'tallardan xalos qiluvchi, o'pkani tozalovchi shifobaxsh ichimligimizni birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 choy qo'shig'ida asal, asali sifatli, toza bo'lishiga e'tibor bering. Keyin 1 dona to'rg'algan piyoz. Piyozlarimizni qo'shamiz. Bu juda ham foydali yo'talga. Ta'mi ham unchalik yomon emas va qaynagan suv ilova etamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Bu shu holatda iligunga qadar qoladi. Piyozni foydali xususiyatlari suvga o'tgunigacha, asal yaxshi erigungacha ozgina qorishtiramiz. Keyin esa bolalarimiz uchun, o'zimiz uchun iste'mol qilishga yaroqli holga keladi. Bugungi retseptimiz shundan iborat edi, azizlarim. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda qanday ta'sir qilganini yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.